Sahifalar tarqatilganda o'ng tomondan tarqatiladi, chap tomondan tarqatiladi. Ya'ni kimlargadir orqa tomonidan beriladi, chap qo'liga. Bu eng yomon holat. Alloh saqlasin. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." Endi kimiki kitobi o'ng tomondan beriladigan bo'lsa, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. U endi tezda yengil, osongina hisob kitob qilib o'tkazib yuboriladi deydi. Alloh taolo shunaqangi hisob kitob qilsin. Chunki shu oyat tafsirida Oysha onamiz aytadiki: "Ey Rasululloh, u yengil hisob kitob qanaqa bo'ladi?" deydi. Yengil hisob kitobi varaqlanadi-da, yopib qo'yiladi. Endi kimki niqoshga, qattiq so'rashga, savol-javobga tutiladigan bo'lsa, uzziba, aniq azoblanadi u deydi. Alloh mana shunaqangi qattiq hisob kitob qilishdan panoh bersin. Hisaban yasira va yanqalibu ila ahlihi masrura. Bu odam endi xursand bo'ladida, xursand bo'lib turib o'zini ahliga qaytadi. Varag'ini oldi, kitobini oldi, xursand. Oilasiga qaytadi, oshna-og'aynilarga qaytadi, tanishlarning oldiga keladi-da, mana xursandchilik deydi. Men 10 tarafimdan oldim deydi. 10 tarafimdan oldim deb xursand bo'ladi. Bu eng katta baxt, eng katta ne'mat. 10 tarafidan kitobini olishlik, varag'ini olishlik. Endi Alloh taolo ikkinchi odamni ham beryapti. Va amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi. Endi kimki kitobini orqasidan qo'li qayrilib beradigan bo'lsa, orqasidan oladigan bo'lsa, fasawfa yad'u subura. Bu odam endi o'ziga o'zi halokatni chaqiradi. Voy deydi. Halok bo'ldim deydi. Rasvo bo'ldim deydi. Bo'ldi unga do'zax, jahannam naq hamma amallar yozib qo'yilgan. Yad'u subura, o'ziga halokatni chaqiradi. O'lganim yaxshi, o'lib ketay deydi. Azobga uchramay deydi. O'lsam qutulaman deydi, chirib ketaman deydi. Yasla sa'ira, qaniydi o'lib ketsa. O'lim bo'lsa qaniydi u kunda? Lekin u jahannamga, lovullab turgan jahannamga kiradi. Innahu kana fi ahlihi masrura. Chunki bu odam u dunyodaligida ahlida masrur edi, xursand edi, shod edi. Oxiratda bilmas edi. Hamma joyda o'zicha xursand bo'lib yurardi, hayotidan xursand edi, ibodatsizligidan xursand edi. Endi bu dunyoda unga xursandchilik bo'lmaydi. U dunyoda xursand bo'lib olgan. Innahu zonna an lan yahur. Chunki u o'ylaydiki, qaytish yo'q, Allohning huzuriga qaytish yo'q deb o'ylagandi. Yana biz oldimizga kelishni o'ylamay, xayoliga ham keltirmagandi u. Shuning uchun quvnab, yashnab yuravergandi. Bala inna robbahu kana bihi basira. Ha, albatta uni Robbisi ko'rib turgandi deydi. Alloh ko'rib turibdi. Hamma yo'l bilib turibdi. Hamma yo'l yozib turibdi. Mana shu kun hisob kuni. Mana shu kunga hamma tayyor bo'lish kerak. U kunda hisob kitob qilinishdan oldin hamma o'zini hisob kitob qilish kerak. Ba'zi odamlar, savdogarlar masalan 1 yillik, 6 oylik qilgan ishini hisob kitob qiladi. Foydasini, zararini hisob kitob qiladi. Bu ham yaxshi. Lekin oxiratda hisob kitob bundan ko'ra muhimroq. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo o'zlarimizni ham, barchalarimizni shu Allohga yo'liqishdan oldin hisob kitob qilishlikka muvaffaq qilsin.